Negativchilar Germaniyadan rabochiy holatda olib kelib, qimmatga sotyapsizlar deydi. Atela ichki holatini video obzor qilib qo'yapman. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Oilanto YouTube kanalimizni ham video qilib obzor qilib keldim. Ko'rishingiz mumkin. Xohlasa sotumizga sertifikat yo'llaymiz deyapmiz. Tele korpusini qo'ymasdan turib video qilib keldim. Obunachilarimizga ko'rib qo'ysa yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Mana ichki holatlari qanday tutkalari yo'q, qozonlanchlari yo'q, bo'lgan qanday boshqatdan restavratsiya qilamiz. Bemalol ko'ngilda to'q qilib videolarimizni olishni mumkin. Ko'pchilik o'ylaydiki, Germaniyadan shu holatda tekshirib turib sotuvga chiqarib yuborishadi deb o'ylashadi. Bizda qanday bo'lmaydi, xohlasa uyaltirib qo'ymaydi, 1 yil garantiyalarni ham beramiz. Optimizm